Zo'r o'ylabsan. Ramazon 14-fevral, 8-mart, yangi yil yo tug'ilgan kunlardan kam bayram emas. Bu oyda yaqinlarga sovg'a berishchi juda ham go'zal ish bo'ladi. Ayniqsa onaga sovg'a berish muqaddas ish. Faqatchi beradigan sovg'a xotiralarni eslatadigan sovg'a bo'lishi kerak. Masalan, esla nima qiynardi? Nima yengillata oladi? Esla nima og'ritardi? Nima davo bo'la oladi? Esla nima charchatardi? Nima hordiq beradi? Esla nima kir qilardi? Nima poklaydi? Mana shu savollarga javob bo'la oladigan sovg'a olish kerak. Kopda ham sotishayotganmi? Onam? Oyi, Ha, bolam. sizga savolim bor. Savol: nima qiynardi-yu, nima yengillata oladi? Nima og'ritadi-yu, nima davo bo'la oladi? Nima charchatardi, nima hordiq beradi, nima kir qiladi-yu, nima poklaydi? Topingchi. Ham bolam. Ramazon muborak, oyi.